هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enbiya tefsiri 85. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Enbiya suresi 85. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. İsmail, İdris ve Zulkiflilarning qissasini bayon qilgan. Ularning hammasi savrlik edi. Ya'ni Allohga ibodat qilishda chidamliq edi ve gunohlar oldida o'zlarini tutib olatdi. Ularni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. Ular haqiqatan yaxshilardan edi. İsmail, İdris ve Zulkiflilarning qissasi. İsmail aleyhisselam bo'lsa İbrahim aleyhisselamning balasidir. Bunun qissasi Maryam suresida so'zlanib bo'ldi. Shuningdek İdris aleyhisselamning qissasi so'zlanib bo'ldi. Ammo Zulkiflining boshqa payg'ambarlar bilan bir yerda kelganligiga qaraganda bunun payg'ambarligi chiqib turdi. Ba'zi olimlar Zulkifl payg'ambar emas, yaxshi, taqvodor ve adil bir podshoh edi dedi. Yunusning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u qavmining iymon etmaganligidan xafa bo'lib, shahridan chiqib ketgan edi. U bizni beliqning qonida o'zini qismaydi deb o'yladi. U qorong'ulikda, ya'ni beliqning qornida Rabbim, senden bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim deb nido qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uni beliq yutgan chog'dagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek mu'minlarni ig'irchiliklardan xalos topqizamiz. Yunus aleyhisselamning qissasi to'g'risida. Bu qissa bir necha surlarda so'zlangan bo'lib, Alloh taolo Yunus aleyhisselamni Iroqning Mosul degan yerning Ninva kentidagi kishilarga payg'ambar qilib avatdi. Yunus aleyhisselam ularni Alloh taologa iymon keltirishga chaqirdi. Ular uning chaqirig'iga unamay, o'zlarining kufrligida davomlashaverdi. Shuning bilan u xafa bo'lib, ularning orasidan chiqib ketgicha 3 kundan keyin ularga bir azobning keladiganligini aytdi. Ular payg'ambarning yolg'on aytmaydiganligini bilganligi uchun u azobning o'zlariga cho'qim keladiganligini tonib yetdi da o'zlarining bolalarini, to'ga va kalalarini, qo'y va o'chkilarini ilib cho'l bayovoniga chiqib, onalar bilan bolalarning orasini ayirib etib, Alloh taologa duo qilib yelindi. To'ga, kala va qo'ylarmu o'zlarining bo'taloq mozaylari va paqlonlari bilan mo'rab mərishib ketdi. Shuning bilan Alloh taolo ulardan azobni ko'tarib etdi. La ilahe illalloh Muhammad Rasulullah. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, aytgan iymonning foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dünya hayatida
rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib etdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajil yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Ammo Yunus alayhissalom odamlarning ichidan chiqib ketgandan keyin berib bir turkum kishilar bilan kemaga chiqadi-da, kema ularni tavritishga boshlaydi. Ular dengizga cho'kib ketishdan qo'rqib, kemaning yukini yengillatish uchun chek tashlab, chek chiqqan kishini dengizga tashlamoqchi bo'ladi. Chek Yunus alayhissalomga chiqadi. Ular Yunus alayhissalomni dengizga tashlab etishga rozi bo'lmay, chekni qayta bir necha qitim tashlasimi, chek har qitimda Yunus alayhissalomga chiqadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Kemadagilar chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yengillatish uchun chek tashlashdi. Yunus chekdan mag'lub bo'lganlardan bo'lib dengizga tashlandi. Shuning bilan Yunus alayhissalom kiyimlarini selib o'zini dengizga tashladi. Ibn Mas'udning qilgan rivoyatida mundaq deb keldi: Alloh taolo yeshil dengizdan cho'ng bir beliqni avatidi. Beliq dengizni yerib, üzüb yetib keladi-da, Yunus alayhissalom o'zi dengizga tashlagan aman onu yutib oladi. Alloh taolo u beliqqa: Yunusning go'shini yema, uning so'ngkini sundirib etma. Yunus sening rizqing emas. Qo'sig'ing uning uchun faqatla bir turmidir deydi. La ilaha illalloh. Yunusning qissasini bayon qilgan. U o'z vaqtida u qavmining iymon etmaganligidan xafa bo'lib, shahardan chiqib ketgan edi. Zahak bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Yunus alayhissalom o'z vaqtida qavmining iymon etmaganligi uchun ulardan xafa bo'lib, ularning ichidan chiqib ketgan edi. U bizni beliqning qonida o'zini qismaydi deb o'yladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas, Mujahid, Zahak va boshqalardan yuqoriga o'xshash rivoyat qilindi. Ibn Jarir bu ma'noni eng to'g'ri deb qaradi. U qorong'ulikda, ya'ni beliqning qonida: Rabbim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jami kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim deb nido qildi. Ibn Mas'ud bu qorong'ulik bo'lsa, beliqning qo'sig'ining ichining, dengizning va kechining qorong'uliklaridir dedi. Ibn Abbas, Amr Maymun, Sa'id ibn Jubayr, Muhammad ibn Ka'b, Zahhak, Hasan va Qatadadan Ibn Mas'udning rivoyatidagi rivoyat bayon qilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Salim ibn Abu Ja'd mundaq dedi: U qorong'ulik bo'lsa, dengizning qorong'uligining ichidagi beliqning qo'sig'idagi yana bir beliqning qo'sig'ining qorong'uligidir. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas va boshqalar mundaq dedi: Beliq Yunus alayhissalomni dengizning eng tagiga elib bordi. U dengizning tagidagi ushaq shig'il tashlarning Allohga tasbih etganligini anglaydi-da, shu yerning o'zida mundaq deydi: Rabbim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jami kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim. Subhanalloh, la ilaha illalloh. Avfi A'robi mundaq deydi: Yunus alayhissalom o'zini beliqning qo'sig'ida o'ldim deb o'ylaydi. Ondan asta putlarini midirlatib baqadi. Puti midirlagandan keyin o'rnida turibla Alloh taologa sajda qilib turib: Ey Rabbim, hech bir kishi kelib boqmaydigan bir yerda sana sajda qildim dedi.
uning duosini ijobat qildik. Uni beliq yutgan chog'dagi g'amdan xalos qildik. Ya'ni biz uni beliqning qo'sig'idan va hiliq qorong'uliqlardan qutuldirdik. Shuningdek, mu'minlarni ig'irchiliklardan xalos topqizimiz. Ya'ni ularga musibat kelganda, ular gunohlarga tavba qilib bizga duo qilsa, bo'libmi Rabbim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim deb duo qilsa, biz ularga kelgan musibatdan qutuldiramiz. La ilaha illalloh. Payg'ambarlarning kattasi bo'lgan Muhammad alayhissalom duo qilganda mushu duoni qilishga rag'batlantiradi. İmam Ahmad Sa'id ibn Abu Waqqas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Osman radiyallohu anhu masjidda o'ltirgan ekan, men uning qishidan o'tib ketib salom qildim. Osman menga zan silib qaradi, ammo salomimni qaytarmadi. Shuning bilan men Umar ibn Xattobning qishiga kelib, ey mu'minlarning boshlig'i, İslamda yeni bir iş paydo bo'ldimi deb ikki qitim so'radim. Umar, "Yo'q, nima ish bo'ldi?" dedi. Men, "Hech ish bo'lmadi, lekin men masjidda Osmonning qishidan o'tib ketib salom qilsam, Osman menga obdan bir nazar silib qaradi, ammo salomimni ilkamidi" dedim. Umar ibn Xattob Osmonni chaqirtib kelib, sening bu qarindishingning salomini qaytarmasligingga nima to'salg'i bo'ldi deb so'radi. Osman, men uning salomini qaytarmagan yerim yo'q dedi. Men shunda qildim dedim. Hatta biz qasam ichdik. Keyin Osman ishni esiga elib, balki shundaq bo'lganda men Allah Taoladan gunohimni kechirishni tilayman ve Allah Taolaga tavba qilaman. Sen bayam qishimda o'tganda men Payg'ambar alayhisalomdan anglagan bir so'zni o'ylab o'ltiratdim. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men u so'zni o'ylab to'liq esimga elib bo'g'icha ko'zim bir nimani ko'rmas, dilim bir kishini tonimas bo'lib qoldi. Men u so'zni sang so'zlab beray. Payg'ambar alayhisalom bir kuni bizga tunji duo haqida so'zlab berib o'tadi. Yeziliq bir arab kelib Payg'ambar alayhisalomning suhbatiga qarshilik qildi. Keyin Payg'ambar alayhisalom qopib uyga mangdi. Menmi uning keynidan mangdim. Men Payg'ambar alayhisalomga yetishib olguncha uning uyiga kirib ketib qolishdan qo'rqib, putimni yerga qattiq urdim. Payg'ambar alayhisalom men qarab, "Kimsan?" "Ha, Ishoqning dadasimi?" Ya'ni Sa'id ibn Abu Waqqasmi dedi. Men, "Ha, ey Allohning payg'ambari" dedim. Payg'ambar alayhisalom, "Bo'ldi, to'xtab qolgin" dedi. Men, "Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sen bizga tunji duo haqida so'zlab berayotgan eding. Sahrolik bu arab kelib sening so'zlaringga qarshilik qildi" dedim. Payg'ambar alayhisalom, "Ha, u duo bo'lsa Yunus alayhisalom beliqning qo'sig'ida qilgan, Rabbim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim" degan duodir. Har qanday bir musulmon bu duo bilan birer ish to'g'risida Alloh taolaga duo qilsa, Alloh taolo uning duosini ijobat qiladi dedi. La ilahe illalloh Muhammad Rasul. İbn Abu Hatem Sa'id'den Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki Yunus alayhisalom qilgan bu duo bilan duo qilsa, duosi ijobat bo'ladi. Abu Sa'id mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom bu so'zi bilan Alloh taolaning shuningdek mu'minlarni ig'irchiliklardan
xalos topqizimiz degan oyatini ko'zda tutgan. Zakariyaning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u: "Ey Rabbim, meni balasiz, varissiz, yolg'iz qo'ymasang, sen eng yaxshi varisdirsan. Ya'ni hamma odam o'lidi, senli boqi qolasan" deb nido qildi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uningga Yahyoni ato qildik. Uningga xotinini o'zgartib berdik. Ya'ni tug'adigan qilib berdik. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Zakariya va Yahya alayhissalomlarning qissalari. Zakariya alayhissalomning qissasi Maryam surasining 5-da va Al-Imron surasida tafsili bayon qilindi. Bu surada bo'lsa Alloh taolo bandasi Zakariya alayhissalomning Alloh taolodan o'ziga varislik qiladigan bir bola tilaganligi haqidagi qissasini qisqacha bayon qilib mundaq dedi. Zakariyaning qissasini bayon qilgan. U o'z vaqtida "Ey Rabbim, meni balasiz, varissiz yolg'iz qo'ymasang, ya'ni meni kishilarga mening o'rin basarim bo'lib turadigan varisdan quruq qo'ymasang, sen eng yaxshi varisdirsan. Ya'ni hamma odam o'lidi, senni boqi qolasan" deb nido qildi. Bu madhiya Zakariya alayhissalomning yuqoridagi varis bo'ladigan bola tilagan duosiga bek munosib kelgan madhiyadir. Biz uning duosini ijobat qildik. Uningga Yahyoni ato qildik. Uningga xotinini o'zgartib berdik. İbn Abbas, Mujahid va Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Zakariya alayhissalomning ayoli tug'mas edi. Tug'adigan bo'ldi. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Savri bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Payg'ambarlar rahmatimizga qiziqib va azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambarlar Alloh taoloning tushirgan kitoblariga ishinatdi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Payg'ambarlar haqiqiy mu'minlar edi. Abu Aliya mundaq dedi. Payg'ambarlar Alloh taolodan qo'rqadi. Abu Sinan mundaq dedi. Ularning dillaridan Alloh taolodan qo'rqish hech ayrilib qolmaydi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Payg'ambarlar kamtar edi. Hasan, Qatada va Zahhaq qatorliqlar bo'lsa, payg'ambarlar o'zlarini Alloh taoloning oldida nihoyat to'van tutadi dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida deyilgan so'z va ko'z qarashlar mazmun jihatda bir-biriga yaqindir. Nomusini saqlagan ayolning, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgan. Uningga, ya'ni kiyimning ichiga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puyladik. Puylangan ruh uning ichiga kirib, u Isoga homildor bo'ldi. Uni va o'g'lini, ya'ni Iso bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. Rastchil ayol Maryam
ve onun oğlu İsa aleyhisselamның qissasi. Allah Teala Meryem ve İsa aleyhisselamlarning qissasini xuddi boshqa yerda keltirgandek, bu yerdami Zekeriya ve oğlu Yahya aleyhisselamlarning qissasi bilan bir yerda keltirdi. Allah Teala bu ayetning beshida Zekeriya aleyhisselamning qissasini, keynidan Hazrat Meryemning qissasini bayon qildi. Chunki bu ikki qissaning biri yana biriga munosabat jihatda nihoyatda yaqin bo'lib, Allah Teala Zekeriya aleyhisselamning qissasida yashinib qolgan bir odam bilan yosh vaqtida tug'mas qeri bir mo'maydin bola yaratganligini, ondan keyin Meryemning qissasini bayon qildi. Meryemning qissasi Zekeriya aleyhisselamning qissasidan hayron qolarliqdir. Chunki Allah Teala bu qissada İsa aleyhisselamning agi tegmagan ayoldan tug'ilganligini bayon qildi. Bu ikki qissa Al-Imron, Meryem ve bu surada bo'lib 3 o'rinda bir yerda keldi. Allah Teala bu yerda Meryemning qissasini bayon qilib mundaq dedi. Nomusini saqlagan ayolning, ya'ni Meryemning qissasini bayon qilgan. Uningga, ya'ni kiyimning ichiga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puyladik. Puylangan ruh uning ichiga kirib, u İsa'ga homildor bo'ldi. Allah Teala bu qissani Tahrim surasida mundaq bayon qildi. Hamda İmronning qizi Meryemni misol qilib ko'rsatdi. U nomusini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puyladik. Dem uning ichiga kirib İsa'ga homildor bo'ldi. Uni ve oğlini, yani İsa bilan Meryemni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. Allah Teala'nın İsa aleyhisselamni ergi tegmagan ayoldan yaratishi o'zining hamma narsaga qudratining yetadiganligi ve bir narsa yaratmoqchi bo'lsa, uningga vujudga kel deyish bilan xoliqini yaratadiganligiga pakit qilish uchundir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. Ey insanlar, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning Rabbinglardirman. Manga ibodat qilinglar. Ular dinda ixtilof qilishib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. Kimiki mu'min bo'lib, yaxshi amallarni qiladi ekan, uning amalining savobi zoya ketmaydi. Uning amalini, ya'ni nomi amalini cho'qim xotirlab qo'yamiz. Hamma insonlarning bir ummat ekanlik. Allah Teala mundaq dedi. Ey insonlar, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Qatada ve Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlar mundaq dedi. Sizlarning dininglar birdir. Hasan Basri bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Allah Teala bu ayette insonlarga ularning nimani qilib, nimani qilmaydiganligini bayon qilib berdi. Ya'ni ey insonlar, Peygamberler sizlarga o'xshamagan shariat hukmlarini elib kelsa-mu, lekin bu shariat hukmlarining maqsadi birdir. U bo'lsa-mu ibodatni hech shirki yo'q bir Allohga qilishdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ey Peygamberler, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman. Ey Peygamberler camiasi, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning Rabbinglardirman. Mening azobimdan qo'rqinglar. Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Biz peygamberlerning guruhi, analarımız başka
Ammo bir otaning balalarıdırmiz. Bizning dinimiz birdir. Ya'ni biz payg'ambarlar ilib kelgan shariat hukmlari boshqa bo'lsa-mu, lekin u shariat hukmlarining asli maqsadi birdir. Alloh taolo har bir payg'ambarning ilib kelgan shariat hukmlarining boshqa ekanligi haqida mundaq dedi. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Ular dinda ixtilof qilishib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Ya'ni ummatlarning payg'ambarlarga tutgan pozitsiyasi o'xshash bo'lmadi. Ularning ichidan payg'ambarlarga ishonganlarmi, ishonmaganlarmi bo'ldi. Qiyomat kuni hammasi bizning dargohimizga qaytquchilardir. Ondan Alloh taolo har birining qilgan ishining yaxshi yoki yomonligiga qarab mukofot yoki jazo berdi. Agar qilgan ishi yaxshi bo'lsa, uningdan kichikkinami kamaytib etmay mukofotni to'liq berdi. Kimiki mu'min bo'lib yaxshi amallarni qiladigan, uning amalining savobi zayo ketmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib etmaymiz. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: uning amalini, ya'ni nomi amalini cho'qim xotirlab qo'yamiz. Ya'ni uning qilgan hamma ishlari yeziladi. Uningdan kichikkinami yo'qolib ketmaydi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Anbiya surasi tafsiridan 94-oyatgacha oldinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi